Bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan biror kuni yo'q ekan. Qozondagi taomi tepib qochib ketarkan. Meshidagi suvini sepib qochib ketarkan. Qarg'ar ekan bolasin qilolmasdan ipini qirqib qochganida kir yoyadigan ipini. Hoy ipimni qirqmagin, qalbingga ilm to'lgur. Hoy meshimni teshmagin, Ka'baga imom bo'lgur. Sichqon dumin kesmagin, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lin to'smagin, Ka'baga imom bo'lgur. Demas ekan juvon mark, haromi, maraz, o'lgur. Bitta ekan qarg'ishi, Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt o'tdi, misli yel yoshaboda. Shu onaning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Ne shohi sultonlar orqasida turib g'oz, unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Duola shum boladan chiqdi bir xush nafasli olim hofizi Qur'on, Abdurahmon Sudaysi. Nazoratda insonning har so'zi, har nafasi. Ibrat bo'lsin bizga bu Allohning mo'jizasi. Komil inson ko'rdingmi, marhabo bilki ular ota-ona elidan duo olgan bolalar.